mana yutoq qo'yish hasharni boshlab oldik. Parvardigor bugungi kunimizni barakotli qilsin. Mana shu ballar tanijoni sog' bo'lsin, o'zi hamdard bo'lsin bizlarga. Allohu akbar, shoyish bor. Do'stlar boshladik, qani? Assalomu alaykum do'stlar, Zarzamin ahli, hammalaring yaxshimi? Bizni kuzatib turgan barcha mana obunachilar, musofirdan kuzatib turganlar, qo'shni davlatlardan kuzatib turgan barcha obunachilar, tinchmisizlar? Biz hasharni boshlab yubordik mana. Bugun 18-fevral 2026-yil do'stlar. Bir boshda mana xalq kelgan, o'quvchilar kelgan, hammalari kelgan mana. Men sizlarga ko'rsatib boraman. Xudo xohlasa apalavkalar mana bitta, hammasi bo'lgan. 7-maktab, 55-maktabdan ko'pchilik mana o'quvchilar kelishgan, yarimta. Prinsiplar ham bor bu yerda. Do'stlar, ish boshlangan mana. Mana qo'g'ilsa bo'lsa nechi boshladi mana. Ana boshladi ya, ichdimi aka bu? Turgacha harakat qilib 10 bo'ldi chamasi, boshladi ichdimi. Hozir bo'lamiz. Assalomu alaykum tog'am. Olimboy tog'a chetdalar mana yana. Do'stlar mana hammalari akalarimiz, tog'alarimiz chetdalar. Shuncha mana hasharlar bor, xudo qolsa bo'lamiz xolos. Mana do'stlar mana Islom aka chetdalar, faollardan mana. O'rmay aka. Gap yo'q mana. Boshlayapsizmi ishda ha-ho qilib, regirovka qilib? Gap yo'q aka. Mana Nuriddin chetda faollardan mana. O'rmaylar akalar, tinchmi? Hamza akalar chetda mana. Hamza aka mahkammi? Ha, bo'ldi. Hamza aka tutma oli. Do'stlar, xudo xohlasa ish boshlangan, kelinglar. Uydagi farzandlar, jiyanlar, nevaralar bo'lsa jo'natib boringlar mana. Kuch birligida ko'pchilik bo'lsak juda tezlikda bo'lamiz. 2 mashin shag'al kelgan mana. Kimdaki niyati bo'lsa shag'al, sement mana atasin. Mana shu karta raqamlarimiz bor mana. Zarzamin binosida ish ketyapti, olib kelib bersa ham bo'ladi. Niyat qilganlar bo'lsa mana do'stlar. Xudo to'la Parvardigor, mana shu stadionlar, mana shu kunlarda biz yaxshi mehnat qilyapmiz. Bu bolalarda qarang, bir 50 ta bolalar Xudo xolasa mana shu stadionni bitkazamiz deb niyat qilib kelishgan. Rahmat shularga. Rahmat o'g'lim. Niyat qilib bolalar qarang. Bir qancha bolalar bitkazamiz degan. Shunday. Do'stlar, akalar mana portirchi akalarimiz ham kelishdi. Zarzaminda mana portirchi birodar. Rahmat, boshlari og'rimasin. Mana shu Zarzamin fondiga mana Zarzaminga yordam bergan barcha aka-ukalarga rahmat. Duodamiz, Zarzamin xalqi duodamiz. Boshlari og'rimasin. Mana bu yerda dasht territoriyasida kelgan mehmonlar ham bor mana, akalarimiz. Anchadan beri mahalla bo'lib kelib yordam berishadi. Rahmat hammalariga. Do'stlar, hozircha ikkita mishalka ishlayapti. Mana bu yoqda apalavkalar qotirilyapti, yana chala joylari bor edi. Yo'qkachash kerak edi. Biroz qormang, yaxshimisiz? Siz mana gap yo'q. Ha. Mallar to'g'ri deb Do'stlar, paqillamay anaqa tezlikda bo'lib turibdi. Xudo olsa bo'ladi. Mana.
Do'stlar, mana shu yerda 30 ta 40 ta aka-ukalar ishlashyapti. Mana shu yerga mana Tolib polvonni choyxonasiga Tolib polvon mana joy qilib, sharoitlarni qilib berganlar. Mana bu yerda Shuhrat aka Yoqubov shu barcha aka-ukalarga bir qazon mana osh tayyorlayaptilar. Rahmat akalarga mana. Hammalariga rahmat. Aka, assalomu alaykum. Mana osh bo'lyapti do'stlar, kelinglar. Ishlagan, ishlamagan ham kelib mana duoni qilib. Mana bu yerda mana polvon, Tolib polvon. Rahmat sizga sharoit yaratib bergansiz chekka. Har kuni mana shu yerda o'zlaridan bo'lsa ham osh qilib, ovqat qilib ta'minlab beradilar. Rahmat hammolariga. Mana do'stlar, kelinglar hammalari. Ishlaganga birlagacha ishlamaganga ikki. Ha. Shunday ishlama, duo qilishsa bo'ldi. Rahmat akalar, rahmat. Qattiq ishlashadi bular ham. Kim? Inom akami? Inom aka keladilar, holiga. Ular bu guruhdan nana bilan ketgan. Inom aka faollardan Inom aka sizni taklif qilyapmiz, keling. Yo'q, mana shuni Mana do'stlar bu yerda ham ish ketyapti. Chiqamli chalalari bor, to'g'irlayapmiz. Perigarodkalarni. Mana bu yerda. Ha, mana ular yavg'ira qo'shilib ketsin deyapmiz do'stlar. Mana bu nima deydi? Razdivalka. Duxtaron, Saron razdivalkasi mana bo'lyapti. Yavg'ira shitlarni ham quyib ketmoqchi biz. Xudo xohlasa harakat qilib bu yerda ham 7-8 ta faollar bor mana. To'xtamay ishlashyapti. Barcha aka-ukalar duoda turinglar. Duo qilib, yaxshi mana qo'llaringdan kelsa, o'z fondga mana o'z hissalaringni qo'shib turinglar. Mana bu Shuhrat aka Yoqubov mana shu 40 tami, 30 tami, 40 tami, 50 ta odam bo'ladimi? Hammalariga katta qazonda osh qilib beryaptilar. Hammalariga rahmat. Shuhrat aka boshingiz og'rimasin, Zarzamin xalqi duoda biz. Do'stlar, mana yarim soat bo'ldi. Mana ishga kelyapti o'zi. Xudo xohlasa shu aylanmasi bo'lishimiz kerak do'stlar. Ma'lumni nomidan rahmatlik ustozimiz Rahimboyev nomlarida mana shular issiq ovqat Bo'ldi. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Mana barcha aka-ukalarga rahmat. Do'stlar, xonadonda mana bo'sh akalar, do'stlar, jiyanlar bo'lsa jo'natib yuboringlar, iltimos sizlardan, iltimos. Gap yo'q do'stlar, mana Avaz aka. maktab nomidan. Ha, maktab nomidan. Rahmat, ma'lumalarga, hammalariga rahmat. Do'stlar mana. Taksan beshlar nomidan mana Ilhom aka. Obering Ilhom aka, oling bu akalar buni olinglar. Bu somsa qarang, go'shtlik sen go'shtlik. Mana do'stlar bu. Oldim, mana. Mana rahmat do'stlar hammalariga. Do'stlar, mana semin keldi bir ton. Azbek. Mana bu katta tashlaysiz. Mana shu jamoatimizda ishlaydigan Hayyom nomidan mana. Do'stlar, bir ton semin tushdi mana. Hayyom nomidan. O'g'lim, sen oldiga ol, men yog'im. Yana kimdan aka? Zaribjondan.
Ha, kelish kerak a? Kelish kerak, Ha, ushla. bo'ldi, kutamiz mana shu Zarzamin fondiga. Binosiga. Yana olib kelayotganlar kelib yozdirib ketishyapti, arqa-marqa aytaveramiz. Ha, rahmat, rahmat. Hammalariga rahmat. O'ziramiz. Ha. Ha, yashaver. O'xar. Bu yoqdami? O'zbekiston quradi. Kota. Ha, kota. U aksin 500 marka do'stlar mana. Xudo xohlasa mana shu yerga yetdi do'stlar mana. Ancha ish qattiq ketyapti. Rahmat, mana shularga rahmat. Boshlari og'rimasin hammalariga. Vojon Gabyo boplaysan sen. Mana barcha mana shu qishlog'imizda barcha mana porterada yurgan aka-ukalar mana. Gap yo'q, hammalari shu yerda. Tolib aka ham shu yerda mana, Tolib aka mana bosh bo'lib turadi. 80 Mana shu birortasi 82-yillar. Gap yo'q jigarim. Kam bo'lma. Aka sizdan vaqt ajratib mana kelib turibsiz aka. Gap yo'q, mana kelib tursa bo'lar ekan-a? Ha, qancha. Do'stlar mana 20 takam 2 bo'lyapti. Obetdan keyin mana ish boshlangan yana do'stlar. Yana bitta mishalka ishladi. Bayoq kerak bo'ldi, mana bayoq keldi do'stlar. Mana bu yerda 3-mishalka ham xudo xolasa ishga tushmoqchi hozir. Shu bugun bo'lishimiz kerak do'stlar. Duo qilib turinglar. Bizga musofirdan turib yordam bergan, duo qilib turgan barcha aka-ukalarga rahmat. 66-yil 7-maktab, 66-yil Madaliyev ma'lum bor, Karim tog'a bor. Shularning nomidan mana 1 ton semin keldi. Sinfdoshlar nomidan ekan. Rahmat hammalariga. Boshlari og'rimasin. Do'stlar, keyin mana bu PEK filialida ishlaydigan do'stimiz Xurshidjon. Umarov Xurshidjon. Oilalari O'ktam akani oilalari nomidan 1 ton semin keldi ulardan ham, boshlari og'rimasin. 10 ming rubl tashab, aka dedi semin shag'al nima sengiz olinglar dedi. 1 ton semin keldi. Hammalariga rahmat. Biz Zarzamin xalqi minnatdormiz. Do'stlar, mana maktab o'quvchilari, ana shu qo'larimizni xonadon ahli ota-onalariga rahmat, jo'natib yuborishganlari uchun mana qo'lma-qo'l bo'lib juda ham tezlikda ish bityapti. Mana Boyir aka bitta bosh bo'lib turibdilar. Mana shu o'quvchilar to'xtamay mana ishlashyapti. Rahmat hammalariga. Hammalariga rahmat. Qo'lma-qo'l ishlashyapti. Rahmat hammalariga. Yana bir 2 soatlik yaxshi ish qoldi. Bitib qoladi xudo xolasa. Hurmatli akalar, do'stlar, mana soat ham 4:20 bo'ldi qarib. Mana Zarzamin o'g'lonlari, mana farzandlarga 55-maktabda barcha mana 9-10, 11-sinflari mana yordam berishdi. Rahmat hammalariga. Lekin hali chala bo'lyapti hali. To'xtagan yo'q. Ish ketyapti. Mana soat do'stlar 5 bo'ldi. Holi ham lekin ha bilan o'ra mana. Orifjon aka, faollardan kelganlar mana. Rahmat aka. Gap yo'q mana. Mana bu yerda kechki abaronda yangi ballar akalarimiz kelishgan mana. Yani ham ha qilib do'stlar, mana bu razvalka. Gap yo'q mana. Perchatka tarqatish navida gavora. Do'stlar, razvalka qolgan razvalka. Mana bratlar polna baronda. Nuriddin, gap yo'q jigarim. Kiymaganlarga salom. Malabet polvonni qara.
Rahmat. Kam. Do'stlar, mashit qoldi bir 15 metr joymi? Ha? Farhodjon. Necha metr mashit? 10 metr eni, 15 metr uzunligi. 15 metr mashit joy qoldi do'stlar mana. Raziyovka. Raziyovka. Bu yoqdan Murskiy, bu yoqdan Jenskiy raziyovka. Buni o'rtasida qolgan. Aha, betonxod. Do'stlar, soat 5 bo'lgan, mana hamma yana harakatda. Xudo xohlasa bo'lamiz shu bugun. Yo'q, mana do'stlar. Mana shu ular nechisini, nechisini? 8, 9, 10, 11 o'quvchilarga rahmat. Malades. 7-sinflar ham bor bu yerda mana. 6lar ham bormi? 8. 8larmi bular? 7lar ha? 7B. Legenda короче. Malades, mana shu balla mana ertalabdan beri yorib tashlashyapti, yorib. 7 mana, 7 bor. Dadalar telefoni bilan like bosib qo'yinglar, maylimi? Yo'q do'stlar mana. Mana yangi guruhga kelgan So'robjon Gabiyo, rahmat. Rahmat akalar, hammalaringga. Avvalambor assalomu alaykum muhtaram jamoat, muhtaram ahli diyorimiz. Men kirib sizlarni hammalarimizni, xususan barcha musulmonlar qatori Jumhuriyat, Nohiya, viloyat va dehamizda kelgan kirib Mavlid Ramazon bilan tabrikot qilgan holatda sizlarga taniy saat, xotirjamlik, mana bu ro'zamizga ro'zang qilib dastur oxirat qilib, bu ro'za hammamiz uchun, yer yuzida barcha musulmonlar uchun tinchlikka, ofiyatga, barakotga, taraqqiyotga sabab bo'lishini Allohdan so'rayman va Alloh taborak va taolo mana shu viloyat, nohiya qatorida bizni diyorimizdan Alloh o'zi obod qilsin. Hamisha tinchlik barqaror bo'lsin. Bugun mana shu diyorimizda obod qilgan barcha hissasini qo'shgan yigitlarga Alloh o'zi quvvat ilohiy bersin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davr zamonlarida xayriya fonni yaratgan vaqtlarida birinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xayriyani tashkil qilgan ekanlar. O'sha xayriya shunday tashkil bo'lgan vaqtda o'sha zamonda, davr zamonda Makkada, Madinada ehson qilishga odamlar qolmagan. Chunki odamlar qo'lli ochiqligidan, odamlar bir-biriga shunday himmat qilganligidan xayriya beradigan odamlar topilmay qolgan ekan. Shundaki bizni diyorimizdan Xudo xolisa inshaalloh mana shu xizmat qilgan yigitlarga Alloh quvvat ilohiy bersin. Va mana shu imoratga bugun bizda kelajakda to dunyo bor ekan, turar ekan, obod bo'lar ekan, mana shu diyorimizdagi farzandlarni tarbiyalaydigan bir ma'rifat o'chog'i bo'lar ekan. Inshaallohdan umid qilamizki, cheka himmat qilgan ballarni har birlariga Alloh ming bersin, birlariga million bersin, baraka bersin. Topganlarni Alloh taborak va taolo farzandlarni yaxshi kunlarga, to'ylariga, yaxshi bir xursandchilikka nasib etsin. Qaytda bo'lishmasa Alloh hifz etsin. Bugun mana shu safarda turgan birodarlarki bugun albatta mana shu diyorlardan xonadonim deb, ota onam deb, mana bala chaqam yoki mana shu vatanni obod qilib kelaman degan o'zlarining qo'llaridan, o'sha mehnatlaridan ajratgan holatda, ho 1 so'mmi, ho 10 so'mmi, ho 1000 so'mmi qanchaki qo'llaridan kelgan xizmatlarni qilar ekanlar. Alloh taborak va taolo ularga beg'ayri hisob barakotni bersin. Va Alloh taborak va taolo qo'llariga qissalar pullariga to'lsin. Ular ishlariga omad bo'lsin, qayta bo'lsa sarbaland bo'lsin, aziz bo'lsin. Ishlaydigan o'rinlarni xayrli, fayzli, barakotli qilsin. Yuzlari yorug', tillari uzun bo'lsin. Sihat, salomat bo'lishdan ekan solimin, g'olimin bog' dargohga qaytdim. Mana shu qishlog'imizda obodonchilik, farzandlarni xursandchilik uchun tani saatda mana shularda xizmatlarda barqaror, bardavom bo'lishlarini Allohdan so'raymiz. Mana shu diyorimizga bugungi tinchlikka sababchi bo'lgan peshvoy millatga va sababchi bo'lib turgan mana shu Allohning o'zi va mana bu viloyat rahbarlari, nohiya rahbarlari, diyorimiz rahbari bo'lgan mana Muxtorjon akamizga, Abdullajonovga Alloh salomatchilik bersin, ishlariga omad, kasb-korlarga baraka bersin. Hamisha xalqni, diyorni obodonchilik g'amida ekanlar. Ilohim bularni ham o'zlarini Alloh xonadonlari obod bo'lsin, hammalari ham tinch bo'lsin, tani sihat bo'lsin. Mana shu diyorimiz obod bo'lib, qatag'animiz ham boshqa xud Toshkent City, Dushanbe Cityga o'xshagan obod qishloq, obod diyor bo'lib, xalqimizga o'tadigan farzlar ilmli, ma'rifatli, diniy, diyonatli, vatanni obod qiladigan, jamiyatni obod qiladigan, hamisha mehr, muhabbat bilan vatanga muhabbat bilan xizmat qiladigan yigitlar unib o'sishlarni Alloh bu diyorimizdan nasib qilsin. Mana shu safarda turgan, musofirda turgan yigitlar sizlarga rahmatki, men buni ko'rib xursand bo'lamiz.
Mana shu diyorimizda o'tgan obodonchilikka sizlarning hissalaring katta. Ilohim bundan ham Alloh ziyoda qilsin. Qalblaringizda eng yaxshi niyatlaring bor, maqsad maronglaring bor, biz bilmagan. Ana shu niyatlaringizga Alloh yetkazsin. Bunday mohiy shariflardan ulug' oy kelyapti, oila sultoni. Bu kunlarda qiladigan amallaringni Alloh benuqson qabul aylan. Birlaringga ming bersin, tuman bersin. Alloh taborak va taolo ilohim topgani yaxshi kunu to'ylarga biz Allohdan so'raymiz. Alloh taborak va mana bizga mana bugun shuncha yigitlar xizmat qilib kelgan. Mana shu yigitlarni hammalarining umrini, rizqini, taqdir baxtini bersin. Ilojali porloq bo'lsin. Hammalari o'nib o'ssin, hammalari ilmli, ma'rifatli bo'lsin, diniy diyonatli bo'lsin. Alloh taborak va taolo vijdonli, xalqqa, vatanga xizmat qiladigan yigitlar bo'lib, mana shu diyorimizdan ham mana shu vatanni obod qiladigan, vatanga xizmat qiladigan, kelajakda qiyomatgacha nomlar yaxshi nomlar chiqadigan donishmandlar, mutafakkirlar chiqishini Allohdan so'raymiz. Bugungi tinchlikka Alloh ilohim hamisha o'zi sababchi. Mohiy sharifi Ramazon ham ilohim xayrli, fayzli, barakotli tinchlik bo'lib peshvoy millatga tanisat, xotirjam hamisha xalqqa, elga mana shu xizmat qiladigan Alloh taborak va taolo xizmatlari shoyista bo'lsin, hamisha vatanni obodligi bilan barqaror bo'lsin. Robbana va taqabbal duo bi rahmatika. Do'stlar, soat rasa 6 bo'ldi. Mana hurmatli Zarzamin xalqi, mana hammalariga rahmat. Yigitlar hammalarga omad, rahmat. Padishga rahmat yigitlar. Mana bo'ldik do'stlar. Hamma bo'ldi. Soat 6 ham bo'ldi. Mana 10 da boshladik. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilarga, bizni musofirdan kuzatib turgan hammaga rahmat. Mana do'stlar. Bo'ldimi? Mana polvon tog'alarimiz abid tashkil qilib berishdi. Minnatdormiz hammalariga. Bizni kuzatib turgan, mana bizni yordam bergan, farzandlarini jo'natgan, bizga mana finans tomonidan o'tkazib turgan barcha aka-ukalarga minnatdormiz. Boshlang og'rimasin do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana hammamiz biz Zarzamin xalqi. Men oddiy sababchi insonman, videolarni chiqarib turaman. Ko'proq mana shu Zarzamin xalqi qilyapman. Xudo xohlasa yana bloglar urilsa, yana ham bitta ikkita katta hashar bor, hasharga aytamiz. Xudo xohlasa. Mana shu mana bunaqa odam berib ketlar, o'z kartaga tashlab qo'yamiz. Chekini ham bo'lib tashlaymiz. Kim? Baxtiyor aka berdi. O'tgan safarga hasharda ham 1000 so'mga yaqin yordam qildilar. Mana hozir ham 300 so'm yordam qildi. Rahmat. Ilohim barakasini bersin. Shu qilgan ehsonlaringiz savob, ajr savobini bersin. Buni kartaga tashlab qo'yasiz.